adamni shunaqa ishlari, ularning ishlari meni biz uchun xavfli bo'lishi mumkin edi yoki meni budishimga ta'sir qilib qolishi mumkin edi. Bizani asrash uchun bizdan sal uzoqlashganlar. Ko'rpani tagiga kirib yig'lardim, rosa yig'lab yotardim. Keyin kichkina bolani bilasizmi, agar ko'p yig'lasa yerni tik bo'lib qoladi, shunaqa bo'lib qolganman. Odamni ota-onasini oldidagi qilish kerak bo'lgan burchlari bor-da. Men o'sha narsani yaxshi qila olmayman deb o'ylayman, chunki har kun ko'rmayman. Men ularga o'zim ovqat pishirib bera olmayman, mehrimni bera olmayman. Kiyimlarini dazmollab, ishga kuzatib, o'sha burchlarimni qila olmayman deb his qilaman, lekin oyim aytadilar, bu seni ayb emas deydilar.